Namangan viloyati soliq boshqarmasi hamda majburiy ijro byurosi mas'ul xodimlari hamkorligida soliq qarzdorligini undirishga qaratilgan navbatdagi xatlov tadbirlari o'tkazildi. Kosonsoy tumanida faoliyat yurituvchi Namangan Paxta-Tex mas'uliyati cheklangan jamiyatining 754 million so'm miqdoridagi soliq qarzdorligi hisobidan jamiyatga tegishli Equinox rusumli avtotransport vositasi xatlandi. Uchqo'rg'on tumanidagi Ibrohimjon Xizr Xirmon fermer xo'jaligining 58,7 million so'm soliq qarzi uchun Chevrolet rusumli avtomashinasi xatlanib, jarima maydoniga joylashtirildi. Uychi tumanidagi G'olib fermer xo'jaligining 41,7 million so'm soliq qarzdorligi hisobidan majburiy ijro byurosi xodimlari bilan hamkorlikda xo'jalik balansidagi BYD Song Plus rusumli avtotransport vositasiga nisbatan xatlov chorasi qo'llanildi. Namangan shahridagi Oydin Shifo servis mas'uliyati cheklangan jamiyatining jami 1 milliard 42 million 740 ming so'm miqdoridagi soliq qarzi hisobidan jamiyat balansidagi noturar bino hamda Oydin Plaza mehmonxonasi, taksi mas'uliyati cheklangan jamiyatining jami 50,2 million so'm soliq qarzi hisobiga mol-mulkni xatlash qaroriga asosan jamiyat balansida bo'lgan noturar bino xatlandi va taqiqqa qo'yildi. Shuningdek, Chust tumanidagi Sardorbek Shahzodbek fermer xo'jaligining qarzdorligi hisobiga BYD Song Plus avtomobili hamda Andalus Logistik Trans mas'uliyati cheklangan jamiyatining soliq qarzdorligi hisobiga MAN rusumli avtomobil xatlanib, soliq qarzdorligi to'liq undirildi.